Inson uchun qalb, ko'z, quloq ulkan ne'matlardir. Ular yordamida inson hayotni anglaydi, his qiladi va dunyo bilan bog'lanadi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, bizga bu a'zolar hammasi mas'uliyat bilan berilgan. Bu haqda Alloh taolo Isro surasining 32-oyatida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya'ni albatta quloq, ko'z va qalbning hisobini so'raymiz. Qiyomat kuni barcha inson Alloh taolaning huzurida turib, bu ne'matlarning hisobini beradi. Ularni yaxshilikka ishlatdimi yoki yomonlikka? Haqni ko'rish, haqiqatni eshitish, yaxshi niyatlar qilish yo'lida ishlatdimi? Demak, inson butun umri davomida unga berilgan barcha ne'matlarga shukr qilib, ularni mas'uliyat bilan ishlatmog'i darkor.